Assalomu alaykum kuzatuvchilar, YJVK ko'chati ishqibozlari. Men Shuhrat Yurgashev YJVK ko'chatlar bilan shug'ullanaman hamda daromad qilaman. Mana YJVK ko'chatlarining bugun 2-iyun holati. Mana hosillari mana o'zi pishishni ham boshlayapti. Buni pishganini terib sotilaveradi. Bag'dan yana pishaveradi. Mana hosillari. Mana mevalar. Loxne sort. Mana o'zi pishishga ham kelib qoldi. Kimgadir shu YJVK ko'chatlaridan kerak bo'lsa, xudo xolasa sotuvini boshlaymiz. 20-oktyabrdan 1-martgacha sotiladi. Buni ko'chatlari 2 yoshlik bo'ladi. Hozirgi 1 yoshlik ko'chatlarimiz ham holatini ko'rsatamiz. Mana 1 yoshlik ko'chatlarimiz ham mana gullab tugayapti. Mana kichkinaligidan. Mana hosillari. Mana hosillari. YJVK Loxnes deydi. Gullaveradi, tugaveradi mana shig'il. Hali yana gullaydi bu. Bu birinchi gullay turganlar. Mana mevalar. Xudo xolasa 20-chilarga urishni boshlasak kerak mo'ljalla. Mana bittasi pishdi ham, pishib ham qoldi. Agarda kimgadir shuni ko'chatlaridan kerak bo'lsa, ekranimiz ostidagi telefon raqamlariga telefon qilishlari mumkin hamda bitta like, podpiskasini bosib qo'yishni unutmanglar. Hamisha sizlar bilan biz, sog' bo'linglar, salomat.